Bemorda 10 yildan beri shu nafas qisish, yo'tal, burun oqishi, aksirish bilan qiynalib yurgandi. Bizaga shu 15 kun avval lecheniya olgani kelgan, tekshirganmiz. Diagnoz shu bronxal astma hamroh allergik rinit deganmiz. Yoshlari 31 yoshda. Kelgandagi shikoyatlaringiz nima edi? Nafas qisilishi, yo'tal, kechasi nafas ololmaslik. Gapirayotganda ham to'xtab gapiradigan bo'lib qoldi, nafasim qisganligini. Ish o'zi qila oladingizmi ishlarni? Yo'q, qiyin bo'lib qoluvdi. Ishga ham o'zi yaroqsiz bo'lib qoluvdingiz, tushunarli. Holat lecheniya yozib berdik. Ukol oldingizmi bironta? Yo'q, ukol olmadim. 4 dona dori ichdingiz, xolos. Tushunarli. Bittada bilindi natijasi. Hozir holat qanaqa? Holatim rosa yaxshi, kechqurun yaxshi uxlayapman. Umuman yo'talim ham yo'q. Nafasim ham yaxshi. 10 yildan beri bezovta bo'lardingiz, a? 10 yildan beri shu holat bilan og'rirdi. Nasliy moyilligingiz bor edi, allergiya. Kimda bor edi? Allergiya? Ayamda bo'lsa kerak. Ayangizda, tushunarli. Bemorga shu bronxal astma bo'yicha, hamroh allergik rinit bo'yicha shu dorilar yozib berganmiz, 4 dona. Holati xudo xolasa yaxshi. Hech qanday ukollar olmagan. Xudo xolasa ukolsiz ham holat yaxshi bo'lgan.